Xo'p, aziz do'stlar, qo'ylarimiz bozordan yoki dehqon cho'ponlardan bizga kelgandan keyin qilinadigan 5 ta ish. Biz o'zimiz shu 5 ta ishni qilamiz. Sizlarga ham shuni ko'rsatib ketmoqchimiz, qanaqa o'xot qilinishi kerakligini. Qo'ylar ko'rsizlar, chiroyli holatda tetiklashib qolgan. Uni bitta-bitta sanab ketaman. Sizlar uning uchun bizga like bosib, kommentariy yozib, mashq qizartirib ketinglar. Sababi bizlar rivojlanishimiz uchun sizlarning yordamingiz kerak. 4 va 5 qilinadigan ishimiz eng muhimi oxirida ko'rsatamiz. Kuzatib boringlar. Xo'p, qilinadigan birinchi ish qo'ylarning tegi quruq bo'lishi. Quruq bo'lishi eng asosiy ishlardan biri. Agar zax bo'ladigan bo'lsa, qo'ylardan zax o'tib, oyoq kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Bizga yordam beradigan narsa apelka yoki yozda yig'ib olingan qo'y o'zidan tegidan chiqqan go'ngi. Ko'rib turibsizlar, qanaqa quruq turibdi. Xo'p, qilinadigan ikkinchi ishimiz bu dezinfeksiya. Xlorimizni suvga solib, hammasini oyoqlari bilan birga joylarimizga sepib olamiz. Bozordan kelgandan keyin har xil yurgan yuqumli kasalliklar qo'ylarimizdan chiqib ketishi uchun. Uchinchisi bu fratsilin. Fratsilin biz yoshlikdan beri ishlatib kelgan narsa. Qo'ylarga juda foydali narsa. Nimaga? Hozir bitta video qo'yaman. O'sha videoni ko'rganingizdan keyin sababini tushunasizlar. Xo'p, do'stlar, ko'rdinglar, qo'ylarimizning burni xuddi shunaqa oqayotgan edi. Buni ketqizish eng yaxshi yo'li fratsilin. Bu hozir ozgina soviydi. Shpritsda burnlarini chayib olamiz. 3 tadan 3 kun qilinadigan bo'lsa, juda zo'r rezultat beradi. Xo'p, do'stlar, 4-inchisi bu Vitalizin. Vitalizin shamollashga, yo'talga hamda burun oqishiga kerak bo'ladigan antibiotik. Bundan tashqari boshqa antibiotiklarga qilsanglar ham bo'ladi. Bizga shuni tavsiya qilishdi. Sinab ko'ramiz. Natijasi bo'lgandan keyin aytib ketamiz. 5 mg litrik vaznga 5 mg dan urar ekanmiz 3 kun davomida. 5-inchisi eng muhimi Ivarentel dorisi. Bu ichki va tashqi parazitlarga, gijjaga, qurtlarga, miyasi qurtishiga, hammasiga davo bo'ladigan narsa. Buni 2 mg dan 3 kun davomida qilinadi. Xudo xolasa qo'ylarni otdek qoradi. Ya'ni yeb ichishi, bularni siqib turgan parazitlar hammasini yetib oladi. Ana undan keyin natijasini ko'rasiz. Qancha yem yesa, qancha yesa yuqadi. Shu narsani sinab ko'ramiz. Bu sizlarga qanaqadir maslahat berayotgan joyimiz emas. O'zimizni birinchi sinab ko'ramiz, keyin sizlarga tavsiya qilamiz. 3 kun mobaynida qilinadi. 3 kun mobaynida 2 ta ukollar qilib turamiz. 3 kun davomida burnini yaxshilab chayamiz. Shundan keyin qo'chqorlar otdek bo'lib ketishadi.